Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Yangiariq tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi binosida hozir urganchlik Sherzod yigitimiz Ehson berberdilar. Don Carlos taxallusi bilan tanilgan bola. Hozir laboda keldilar. Shu ozgina Ehsonimizni shu yerda yana ro'yxatda turgan haqiqiy shu kambag'allik reyestrida ro'yxatda turgan odamlarga tarqatacakmiz. Endi hozir bizani tarqatishga vaqtimiz qisqa bo'lganligi sababli mana shu yerda ishlovchi xodimlarni o'zlarini topshirib ketamiz va bizlara o'sha odamlarga topshirgandan keyin rasm va videolarini tashlab berishadi. Biz albatta Sherzodbekka buni yetkazamiz. Hozir bolalarimiz keldi. Salom, yaxshimisizlar? Yana qo'ydingizlarmi? Yo'llar yomon. Muzlama bo'lgani uchun ostan haydab keldi. Mana bizning bugungi Ehsonimiz Xudo xolasa egalariga yetib boradi. Albatta shu haqiqiy kambag'allarga tarqatiladi bu. Shu ayniqsa o'sha kichkina bolachalari bor, farzandlari ko'p oilalarga beriladi bu. Hozir bu yerda уже ikkinchisi kelib o'tiribdi. E'lonni ko'rib kelib turibdilar. Hozir o'zlaridan beramiz shu an. Ko'rib turganlaringizdek, yine hozir gaplab turardim-ku. Yine hozir Ehsonlarimizni ichana kirgiztirmiz, bilmadim hozir xonadan xodimlarni zarafat topshiradilar. Havo sovuq, yo'llar yomon. Shuning uchun iloji boricha tez tarqatishga harakat etamiz. Hozir ko'maklashib turibdi, ijtimoiy himoya agentligining xodimlari yordam etib turibdilar. Yana hozir bu anda ikkita fuqaromiz kelganlar. Kelinglar, beramiz sizlarga kutib turmanglar. Sherzod yigitimizdan sizlarga xayriya, farzandlaringiz bilan hazratib istiqbol etasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bir duo etib qo'yarsizlar. Bizning obunachimizmisizlar sizlar? Kim obunachisiz? Don Carlosmi yo menami? Neden ko'rib keldingiz? Meni kanalimdan ko'rib keldingizmi? Ha, bo'ldi, yaxshi sog' bo'linglar. Hazrat kelinglar. Xo'p, sog' bo'ling. Bu tarafga ikkimiz ham bor ekanlar, bilmabman. Yine siz ham birisimek. Bolalarınız bilan hazrat kelinglar. Don Carlosga podpiska tashlab qo'yinglar. Obunachi bo'lsangiz, obunachisizmisiz? Nima yaxshi. Xo'p, sog' bo'ling. Hazrat kelinglar. Hozir yana bir Ehsonimizni bu tarafni qarindoshi kambag'allik reyestrida turadi ekan. Otalari qaytish olgan ekanlar. Kim dedik oilasini? Qaysi mahallada u? Bo'ldi, yaxshi. Ana berdik omonatini. Hurmatli fuqarolar, yine hozir girilishda davom etib turibmiz Ehsonlarni. Yine hozir ijtimoiy himoya agentligining Yangiariq tuman filialining yine xodimasi Hurriyat meni adashim ekanlar. Hurriyat ham men hozir vaqtim tanqisligi sababli men sizga o'sha omonatni topshirib ketaman. O'zingizda ro'yxatda turgan barcha o'sha kam ta'minlangan, ololmay qolgan, ulgurmay qolgan oilalar barasi degan umiddaman. Bizlar rasm videolarini tashlasangiz bo'lgani kifoya. Ko'p mahirali shunday ololmay qolgan oilalar? Yaxshi lambay. Bo'ldi esa hozir ko'rib turganlaringizni hali davom etib turibdi girishi. Shu agentlik xodimlarini ishonib topshirib ketamiz. Bular o'zlari halolan, vijdonan o'zlari topshiradilar yana. Sherzodbek ukamizni biron gap biz bo'lsa, bizani shu tumanni narsani o'ylagandek. Podpiska tashlab qo'yarsizlar. Yaxshi, sog' bo'ling. Yaxshi. O'rtoqlar, наконец-то tarqatib bo'ldik. Ehsonlarni Sherzodbek qabul olsin. Hozirgina yana uyga kelib turibman. Hali tarqatganlarni videolarini, rasmlarini ham tashlaydilar, qolganlarini hammasini taqdim etamiz. Bugun havo sal yumshagan. Qo'shnilarimiz yana kartadalar bo'libdi. Maldandama. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi jumagacha uchrashguncha, keyingi juma yana Ehsonlarimizni davom ettiramiz. Ertaga aytmaycha shanba kuni mahallalarda tarqatamiz. Boshqacha Ehson bo'ladi u. Haqiqiy 20 oilani hozir ro'yxatga olganmiz, shularni tarqatamiz ertaga. Qaysi mahallaligini to'g'ri bilmay, yo bir ikkinchi mahalla ko'ramiz ish qilib.